Avvalgi qismda meni ikkita politsiyachi to'xtatdi va meni politsiya uchastkasiga jo'natishdi. U yerda esa meni qamab qo'yishdi va men keyin manyakni topib oldim. Avvalgi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, tepadagi yozuvni bosib tomosha qilishingiz mumkin. Yana bir yangi tong. Bu degani esa barcha obunachilarga salom. Qolgan esa mening ismim Darkman va men bombshman. Ha do'stlar, hozir ham har doimgidek idishlarni va axlatlarni yig'ishga yo'l olamiz. Jennerson eshik qisib qoldi, ha mayli. Bo'lib turadigan hodisa, uyalish shart emas. Xo'sh, do'stlar, menda ko'rib turganingizdek hech narsa yo'q. Men shunchaki hozir chiqmoqchiman va biroz bo'lsa ham pul ishlab olmoqchiman. Va har doimgidek axlatxonadan boshlaymiz. Mana shu yerdan va bombijlarning yoniga kirib o'taman. Do'stlar, Kirka. Deyarli yangi kim tashlab ketgan ekan, qiziq. Stop. Axir, Jennerson, axir meni politsiyaga ishga chaqirishgandi. Sal qolsa unta yozardim. Mayli, shundoq ham hozir soat deyarli 9 yoki 10 bo'lib qolgandir. Shuning uchun tezroq borishim kerak. Ha, telefonimni yo'qotib qo'ydim, shuning uchun ham soatga qaray olmayman. Afsus do'stlar. Xo'sh. Bu yerdan o'zimga mana hujjatimni ham tayyorlab qo'yganim olaman va bir dona konserva olaman. Konserva uzoq saqlanadi, shuning uchun ham uni istalgan vaqtda istalgan joyda saqlash mumkin. Hozir do'stlar, politsiya uchastkasiga mana mashina, yaxshi. Xo'sh, ajoyib. Janob jitel, salom. Salom, nima xizmat? Meni ishga olishmoqchi edi. Ha, shefning yoniga kir, katta xonaga. Xo'p. Hozir. Shef band. Men shefning xonasiga meni chaqirtirganda ishga olmoqchi. Unda yaxshi. Bezovta qilmanglar degandi. Xo'p. Assalomu alaykum janob shef. Yetib keldingmi? Aha. Yana ham kechroq kelsang, Kirka, olib qo'y qurolni. Yo'q, qurol emas, mana hujjatimni bermoqchi edim. Bo'l, bera qol va mana bu ratsiyani ol. Senga kerak bo'ladi. Shunimi? Ha. Okey. Ishlatishni bilasanmi? Yo'q, lekin tugmalarni bosib o'rganib olaman. Yaxshi, narigi xonadan o'zingga kiyim top. Kiyim? Ha, harbiy kiyim. Ha, mayli. Faqat bir narsa. Ishga olishdimi? Ha, ishga olishdi. Xodimlar xonasiga kirish mumkin emas. Ha, men ham xodimman. Menga bu yerdan kiyim olishni aytishdi. Xo'sh, yaxshi do'stlar, g'alati. Do'stlar, buni qaranglar, qanaqangi harbiy kiyim berishdi. Men o'ylaganim oddiy ofitser bo'laman deb, lekin nimadir bu yerda boshqacha, nimadir bor bu yerda. Xo'sh, do'stlar, janob shef, nega menga bunaqa kiyim berdingiz? Buni qarang. Shunchaki ofitser bo'lish senga oddiylik qiladi. Shuning uchun ham endi sen shturmovik. Shturmovik. Bo'ldi, tushunarli. Nima qilishim kerak? Sen politsiyachilarni, ya'ni ofitserlarning yonida yurasan va ularni himoya qilasan. Bo'ldi, tushundim. Va tashqaridagi qizni ko'rdingmi? Ana o'sha senga yordam beradi. Nimada yordam beradi? Ishimizni o'rgatadi-da, xullas. Bo'ldi, tushundim. O'zimga aytgancha qurol olsam bo'ladimi? U yerda avtomatlar turgan ekan. Avtomat olma, lekin pistolet olishing mumkin. Ajoyib. Mashina berasizlarmi? Yo'q, mashinaga alohida ruxsatnoma kerak bo'ladi. Mayli. Lekin hal qilishga urinib ko'raman. Xo'p, katta rahmat. Ajoyib do'stlar. Men shturmovik bo'ldim. Yana nima kerak? Qurol olaman. Xo'sh do'stlar. Shu yerda qurol bor. Hozir topamiz. Juda ham hayajonlanib ketyapman. Birinchi ish kunim, buni qaranglar, bu yerda M4 bor, lekin olma deyishdi. Shuning uchun ham bor yo'g'i pistoletni olaman, Glockni va unga patronlar. Xo'sh, yaxshi. Do'stlar, otishni qayerda o'rgangan desangiz, bobom desantchi bo'lgan, o'rganib oldim. Shunchaki kasal bo'lib qolgan, shuning uchun ishga chiqa olmadi. Janob, xonim, menga aytishdiki, menga ish o'rgatishingiz kerak ekan. Kim aytdi? Shef aytdi. Meni shaharda olib yurarkansiz va shunga o'xshash gaplar. Tayyorgarlik qilganmisan? Yo'q, hech qanaqa tayyorgarlikdan o'tmaganman. Unda hammasini boshidan boshlaymiz. Mayli, ketdik. Do'stlar, ajoyib, mana ochiq havoga chiqib bo'ldik va bu birinchi ish kunim. Qiziq, bu yerda qancha to'lashar ekan? O'zing gapiryapsan. E'tibor bermang. Kasalmisan? Yo'q, hech qanaqa kasalligim yo'q. Shunchaki o'zim bilan o'zim gaplashib turgan odatim bor. Xo'sh, bo'ldi, ketdik. Bo'lmasa, bu yerlar tinch. Hozircha o'zi nima qilishimiz kerak? Ko'pincha mayda o'g'irliklar bo'ladi. Tushunarli. Bilasanmi? Mayda o'g'irliklar bilmasam, sezmaganman. Do'stlar, bombijlik vaqtimda meni biror marta tunab ketishmagan lekin. Nima bo'ldi? Qarang, ratsiyada nimadir deyishyapti. Bankka boramiz. Xo'p, hozir boryapman. Bir daqiqa. Yugur tezroq. Xo'p, yuguryapman. Mana.
Menimcha birinchi vazifamiz boshlandi. O, kola. Qanaqa Ajoyib, kola? xo'sh. Yugur. Hop, bo'ldi, tushundim. Hozir yuguryapman. Yaxshi. Hozir yetib boraman bankka. Mashina berishsa ajoyib bo'ladi, Ehtiyot lekin bo'l, xavfli berishmadi. bo'lishlari mumkin. Hop. Eshik ochiq. Bu yerdan telefon olgandim. Afsuski yo'qotib qo'ydim. Bank yonida hech kim yo'q. Mashina va yuk mashinasi. Bu yerga yaqinlashma, Bu yerda- Skovich, yo'qol. Nima? Otib tashlayman Ular hozir. qurollangan. Yo'q, Senga aytdim, yaqinlashma. Jennerson qurollanishgan. Xonaga o't. Bu yerlar endi qayerdan paydo bo'lishdi bu yerda? Bo'ladanga o'xshaydi. Ifloslar. Yigitlar bu yerda Mayli, bankda qanaqadir hozir hammasini avtomatli otib yigitlar tashlaymiz. turishibdi. Nima qilaylik? Bo'ldi, tushunarli. Otishga ruxsat berishdi. Ajoyib. Nimaga unda? Aytgancha men axir tayyorgarlikdan o'tmaganman hali. Ha. Iskovochlarga o'lim. Sekin, mana. Ol. Yaxshi otamiz. Mana shunday oyog'i o'ldirib. Mayli, o'ldirsa nima qilibdi? Baribir jinoyatchilar. Salom. Yashirinma, chiq, iflos. Stop, nimaga? Patron tugadi. Hozir menda hozir 1 daqiqa. Ota olasanmi o'zi? Ha, o'zim hammasini eplay olaman. Xo'sh. Mana. Jennerson. Sekin. O'qlar. Ochiqmadan chiqish. O'q tugadi. Birinchisini o'q tugadi hozir. Do'stlar, bo'ldi. Yaxshi, ikkinchisi ham qotib qoldi. Yaxshi, bu degani o'qlari tugashdi, albatta. Yaqinlashma binoga. Bo'lmasa yomon bo'ladi. Mashina yoniga. Yaxshi, menda zirhnim bor. Bu yerdan senlar bugun tirik ketmaysanlar. To'y bo'lish kerak. Boyaga qisqa yerda qoldi. Yordam bersa bo'lardi. Bo'ldi, o'ldirdim. Lekin bu yerda hamma yigitlarni bo'ldi. Jennerson senlarni hammaga Chiqarib o'lim qilaman. tilayman. Sekin. Nega o'lmayapti? Bilmadim. Hozir qayta uxlab olay. Menimcha o'rtalikda turgani uchun kuningni ko'rsataman. bo'lmayapti hozir. Mana bu yerda sekin mana. Jennerson. Bu his qilyapman, oson bo'lmaydi. Hali biror hunar ko'rsatish ham mumkin. Chunki u ichkarida, biz esa tashqarida. Undan tashqari yana ko'p faktlar xalaqit beradi bizga. Masalan, Yaramas Skovich, devorni o'tib o'ta olmaydi. Nima? Ana endi dinamit. binodan uzoqlash. Bo'ldi, tushundim. Hozir ketyapman. Bo'ldi, faqat Binodan uzoqlash. 3 ga sanayman. Aks holda hammani o'ldiraman. Ketyapman. Bo'ldi, mana uzoqlashyapman binodan. Qo'y, bu yoqqa. Yaxshi. Jennerson. Bu yoqqa. Mana bu yerda Ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti, lekin ota olmaymiz. Agar derazani sindirsak, ovoz eshitiladi va bom bo'ladi. Shuning uchun ham yaxshilab o'ylash kerak. Balki gaplashib ko'rarmiz u bilan. Gaplashadiganga o'xshamaydi. Xo'p, mayli. Jennerson. Stop. Menda kirka bor. Har kuni olib yurasanmi? Yo'q, unchalik emas. Shunchaki boya yo'lda topib olgandim. Hozir mana bu yerlarni sindiraman. Nimaga o'zi? Chunki bizni shaharda har bir binoni yerto'lasi bor. Yerto'la orqali esa chiqish mumkin tepaga. Binomiz yaxshi. xota chirog'i. Jennerson, qorong'idan qo'rqaman. Yaxshi, yerto'la, tushunarli. Bo'ldi, endi bu yerdan tepaga chiqamiz. Mana faqat sekin o'tish kerak. Ajoyib. Hozir chiqamiz. Yaxshi. Xo'sh, bu yerda. Iltimos, hech bo'lmasa o'g'limni qo'yib yuboring. Uyda onasi kutib o'tiribdi. Meni olib qolsangiz ham Senga mayli o'char dedim. Fuqaroni yaralashi mumkin. Hozir mana bu yerdan G'alati, Skovchlar ko'rinishi Oppa, bo'ldi. Rayondagi eng xavfli jinoyatchi o'ldirildi. Bo'ldi, ketdik. Ajoyib, hamma qutqarildi. Yigitlar, biz hammasini epladik. Kelmasanglar ham bo'ladi. Hamma jinoyatchilar o'ldirildi. Shef qalaysiz? Shef? To'g'ri aytasiz. Oson bo'ldi. Tirik yuribdi shu yerda. Hammasi tugadi. Fuqarolar, yaxshimisiz? Hammasi yaxshi. Fuqarolar ham yaxshi. Nima? Kelinglar. Bo'ldi, sizlarni ko'rdim. Hozir boryapman. Salom janob shef. Epladinglarmi? Kutmagandim. O'zimni yigitlarimni olib kelayotgandim. Xonim bilan ikkovimiz eplab tashladik. Ajoyib, zo'r. Anavi yigit nega chapqa qarab turibdi? Unga e'tibor berma. Shunchaki sevgan qizi bilan yozishyapti. Tushunaman. Aytgancha, shef, men o'ylaganimki, mashinada kelasizlar hech bo'lmasa shuncha kishi. Bizda o'zi bir donagina mashina bor, u ham buzilib qoldi afsuski. O'zing ko'rmadingmi?
O'sha yerda bitta mashina turuvdi, o'shimi? Aha. Mayli, Kambag'al tushunarli. politsiyachilarimiz. Bo'ldimi, qaytamizmi? Ha. Piyoda qaytamiz. Jin ursin. Mayli, unda ketdik.